Salom do'stlar, sizlar bilan doimgidek Chuck Minecraft va bizlar bilan Alex ham bor. Bizlar maktab serialini olyapmiz va bizlar boshladik. Ketdik. Men albatta o'quvchiman. Voy, aytgancha men ertalabku tez maktabga borish kerak. Qachon men maktab o'rganaman o'tirishdek. Voy. Xo'sh, bizlarga albatta non kerak va qilich. Ket. Orqamdan kelmanglar, iltimos. Kechgangi ustozim ham uxlaydi. Kech bo'pti qaytasiz va do'stlar. Prosta bizlar kechni o'tkazaveramiz. Uxladimdir. Nima uxlab bo'lmayapti? Nima meni oldimda yuribdi? Olyapmiz video, uxlolmayapman men. Ertalab pastku. Tintak bor, bu yerda shunchaki fakil bor. Hozir uxlab olay, keyin olaman. O'tirishda kechasi olmasam kerak. O'ylab qolmay yana borib. Necha buni taniq qilib beraman. Qotib yotdik-ku. Mana qimirlatsam borku, sizda telefoningiz emasda, asta qimirlayapti cho'ta. Uxlar. Mina, kim buradan chiqqanimda kech bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Qayerdan bilay? O'zi olayotgandik, prosta uxlash vaqtida o'tkazib yubordim videoni. Va do'stlar, ket. Darsga kech qolmaslik kerak, ket. Ustoz kelyaptimi o'zi yoki kelmayaptimi? Yugurish kerak menim kechroq qolib ketdim-da. Ket. Oyey. Yiqilib tushdim. Mollarni urishimga rosa yoqda, bilasizlarmi? Ustoz qachon kelarkan? Qo'ng'iroq jiringlar, ustoz. Va mana ustoz keldi. Ustoz, bugungi mavzu nima? Bugungi mavzu hozir. Mana. Bo'lmasidi. Qaysi bugungi mavzu? Hozir. Mana. Bu odam kim? Oyog'i singan odam. Oh my god. U rosa rassomchilik ekan. Yaxshi. Shundan u yiqilgan ekan. Tapish ko'zda. Nima bu talpish dunyosidan bo'lganmi? Ha. Bularning onasi talpish bo'lib onamdan o'tgan. Obunachilar, sizlarga yoqyaptimi mana shunaqa kulgilar? Agar yoqayotgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosing. Keyin bunaqa dunyoga o'tibdi mana. Bu qanaqa? Bittasi qora, bittasi pushti, bittasi yashil. Davaychi o'ting. Dunyoga o'tib qoldi. Va ularda arvohlar bo'lgan ekan. Yomon ekan-ku. Qora tarafida arvohlar bo'lgan ekan, yashil tomonlarda churvaqalar bo'lgan ekan. Keyinchi Pushti tomonda bahorlar.
kechiribdi. Jiring. Tashqariga. Ket. To'xtab turmanglar. Quvvat. Voy, Minecraft qo'tyapti. Git. İşte Paris ustoz. Git. Git. Davay. Qo'ng'iroq chalindi nihoyat. Noto'g'ri joyga o'tirib qo'yibman. Bunisi mavzu nima ustoz? Buratino sassiq degan so'z. Bitta sizlar meni oldimga chiq. Ertaga aytib bering, chiqing. Men bir ertaklar ishtay. Nech qo'yarkan ustoz, nima deysizlar bolalar? Mana shu odam bitta oyog'i kalta, bitta oyog'i uzun bo'lgan ekan. Keyin u cho'loqlar oilasidan ekan. To'g'ri o'tiring ustoz, to'g'ri o'tirishni ham bilmaysizmi? Tamam, o'tiraman. Yo'q, opalar. Va keyingi nima bo'lgan? Va keyin uni qo'li sal Minecraftga o'xshar ekan. Keyin u non yeyishni yaxshi ko'rgan ekan. Va bittasi ustolda. O'tiradigan ustolda emas lekin. Va keyin u ovqatni ham yeyishni yaxshi ko'rar ekan. Baliq ham chiqma. O yaxshi. Do'stlar, bu yerda xatolik bo'lyapti, shuning uchun sal kechirasizlar. Mana keyin Jackie Chan bitta qo'l bilan urishib ketdi. Keyin esa Jackie Chan yutqizib qo'yibdi. Mang ustoz. Bo'ldi. Nechi baho? 10. Bo'ldi. Ketdik, jiringladi. Sal tualetga kirib ketish kerak. Ustoz, ehtiyot bo'ling, kech. Hozirda monsterlar bor. Ishga ham yopmay ketgansiz. Onangizda uymi bu? Va do'stlar, ket. Ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerlarda monsterlar bor. Ket. Bizda uy qaysi edi o'zi? Men uxlashim kerak. Bizda Obunachilar, sizlarga bu kulguli videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna eshik yopamiz. Uxlaveramiz. Soat ko'raylikchi. Voy, soat 8 bo'lib ketibdi. Qachon bormayman o'tirishda maktabga. Ustoz urushadi. Ket.